Assalomu alaykum, tamom ketib qoldi-ku. Maftan. Hey Maftan. Ha, dadasi? Nima ko'ylaklarning bittasi butunlanmagan? Erkala topsin. Yo, urishyapsizmi? Jahlim chiqibdi. Bering, hozir utuglab beraman. Erkala topsin o'ylanma. Shunaqa erkaladim, ko'ylak nima butunlanmagan deyapman. Ay, mana bu o'yinchoqlarni nima sochlasizlar? Ay, Maftan. Ha? Mana buni sochib tashlamasin. Kim o'yinchoqlarni sochdi? Yig'ishtirib qo'ysin. Agar o'zini yig'ishtirmasalar, dadang sizlarni ana qo'llaringizni sindirib, ko'chaga haydab, deddomga topshiradilar. Yo'q, unaqa emas. Ha, unaqa emasmi? Ha. Unaqa emas, prosta yig'ishtirib qo'ysin. Tez yig'ishtiringlar. Dadasi ovqat pishdi, tushing pastga. O'zlaringiz yo'g'ringlar, ozgina pand. Dadasi ovqat pishdi, tushing pastga. O'zlaringiz yo'g'ringlar. Dadasi. O'zlaringiz yo'g'ringlar, hay. Ha, xo'p. Ozgina pandmi? Aha, xo'p. Allo, dadasi, shampunam tugabdi. Shampunam oling. Kerak olasiz, bilasizmi? Hop. Allo, dadasi, eshitibsizmi? Kerak shampun oling. Allo, dadasi. Ha, oldi, xavotir olmang, oldi. Voy, hay, uzr. Boshqa telefon qilmas ekansiz. SMS yozarkan.